Hech qachon bir bolaning qo'lidagi o'yinchoq butun boshli hayotni qutqarib, adolatni qaytarishiga ishonmagan edim. To o'sha kungacha. To o'sha qishning izg'irinli tongida. 7 yoshli Malohat ismli qizalog'im qo'lidagi planshet sud zalida porlab, zulmatni yorib yuborganiga qadar. Mening ismim Lola. Va bu mening hikoyam. Xiyonat, xo'rlik va nihoyat mo'jiza haqidagi hikoya. Toshkentning eng qimmat tumanlaridan birida. Qad rostlagan 3 qavatli hashamatli hovlida jimjitlik hukm surardi. Deraza ortida kuzning izg'irinli yomg'iri shivirlab. Go'yo bu xonadonda sodir bo'lajak fojianing darakchisidek. Xavotirli ohang taratardi. Men katta billur qandillar yoritib turgan mehmonxonada derazadan tashqariga qarab turar ekanman. Qalbimda qandaydir tushunarsiz og'riqni his qildim. Turmush o'rtog'im Jahongirni kutayotgandim. Odatda soat 11larda ishdan qaytadigan erim. So'nggi oylarda yarim tundan oqmay uydan qadam bosmaydigan bo'lib qolgandi. Jahongir bilan turmush qurganimizga 8 yil bo'lgan. Universitetda tanishgan edik. O'sha paytlari uning oddiy talabalik stipendiyasidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Men esa uning orzulariga ishondim. Jahongir o'zining kichik biznesini boshlaganda, men o'zimning barcha tilla taqinchoqlarimni sotib, unga dastlabki sarmoyani kiritgan edim. O'zim esa kechalari tikuvchilik qilib ro'zg'orni tebratardim. Bugun esa Jahongir yirik qurilish kompaniyasining rahbari. Shahardagi eng obro'li va badavlat insonlardan biri. Ammo boylik ortgan sari ularning o'rtasidagi mehr-oqibat qayergadir g'oyib bo'lganini men endi to'la anglab yetayotgandim. Yuqori qavatdan eshitilgan mayin qadam tovushlari meni xayoldan qaytardi. Bu ularning yagona farzandi. 7 yoshli Malohatim edi. Qizaloq qo'lida o'zining sevimli o'yinchog'i va planshetini ko'targancha zinadan tushib kelardi. Malohat juda aqlli. Har bir narsani sinchkovlik bilan kuzatadigan. Yoshiga nisbatan ancha ulg'ayib qolgan qizaloq edi. U otasining uydagi sovuq muomalasini, mening ko'zlarimdagi yoshni hammadan ko'ra ko'proq his qilardi. "Oyi, dadam hali ham kelmadilarmi?" so'radi Malohat ko'zlarini menga tikib. Uning nigohlarida qandaydir tushunarsiz ma'no bor edi. Men o'zimni qo'lga olib, jilmayishga harakat qilib qizimning oldiga bordim. "Dadangning ishlari ko'p-ku, qizim. Hozir kelib qoladilar. Sen nega uxlab qolmading? Ertaga maktabga borishing kerak." "Uyqum kelmayapti. Planshetimda video olyapman. Qarang, oyi, men uyimizni kino qilyapman." Malohat planshetini ko'tarib xonaning turli burchaklarini suratga olib ko'rsatdi. U har doim shunday qilib uyda aylanib yurishni, qandaydir qiziqarli lahzalarni tarixga muhrlashni yaxshi ko'rardi. Men qizimning yuzidan o'pib uni uxlashga yotqazdim. Ammo qizaloq xonasiga kirgach ham planshetini o'chirmadi. U o'zining kichik dunyosida nimadirlarni his qilardi. Tungi soat 11:30. Hovli darvozasi ochilib, Jahongirning qimmatbaho mashinasi kirib keldi. Mashina eshigi yopilgan ovozdan yuragim tez urib ketdi. Men pastki qavatga tushdim. Eshikdan kirib kelgan Jahongirning yuzida charchoq emas, balki qandaydir kibru va g'azab bor edi. Uning ustidan qimmatbaho atir, alkogol va ayollar atirining aralash hidi kelardi. "Jahongir aka, charchab keldingizmi? Ovqat istaysizmi?" Men odatdagidek muloyimlik bilan peshvoz chiqdim. Jahongir paltosini divanga otdi va sovuq ko'zlari bilan menga qaradi. Uning bu nigohlarida zarracha ham yillar davomida birga yashagan ayoliga nisbatan hurmat yoki mehr yo'q edi. "Hech narsa kerak emas. O'tir, gaplashib olishimiz kerak", dedi u buyruq ohangida. Men kresloga o'tirdim. Ichimdan nimadir uzilib ketgandek bo'ldi. Jahongir qarshisidagi divanga yoyilib o'tirdi va to'g'ridan-to'g'ri maqsadga o'tdi. "Lola, biz ajrashamiz." Bu so'zlar xonadagi havoni muzlatib yuborgandek bo'ldi. Men o'z qulog'imga ishonmay hayratdan qotib qoldim. Ajrashamiz, bu so'z miyamda aks sado berardi. 8 yillik sabr, qiyinchiliklarda birga bo'lish, Malohat. Barchasi bir zumda shunchaki yakunlanishi mumkinmi? Nima deyapsiz? Tushunmadim. Nima ayb qildim?
Ko'zlarimga yosh quyilib keldi. Qo'llarim titray boshladi. Jahongir sovuqqonlik bilan kulimsirab qo'ydi. Uning yuzidagi bu ifoda go'yo qarshimda umuman boshqa, shafqatsiz bir maxluq turgandek edi. Aybing yo'q. Shunchaki men boshqa hayot boshlamoqchiman. Sen menga mos emasan. Men shaharning obro'li insoniman. Senga o'xshagan oddiy, o'ziga qaramaydigan, faqat qozon tovoqni biladigan xotin bilan davralarga kira olmayman. Mening hayotimda boshqa ayol bor. U yosh, chiroyli, zamonaviy. Sening davring tugadi. Vujudim olov bo'lib yondi. Xiyonat. Jahongirning kech kelishlari, xizmat safarlari deb haftalab uydan ketishlari. Hammasi yolg'on ekan. Yuragimga o'qdek botgan narsa erimning boshqasini topgani emas, balki qilingan barcha mehnatlarim va sadoqatim ustidan shunday ochiqchasiga kulayotgani edi. Sen qanday qilib bu gaplarni aytyapsan? Men o'rnimdan sapchib turdim. Sening hech narsang yo'q paytida men yoningda edim. Ota-onamning mol-mulkigacha sening biznesingga tikkan edik. Endi ko'zingni ochganingda men mos bo'lmay qoldimmi? Malohatchi, qizingni o'ylamaysanmi? Jahongir istehzoli qahqaha otdi. U kostyumining ichki cho'ntagidan bir nechta qog'ozlarni chiqarib stol ustiga tashladi. Qizim men bilan qoladi. Chunki sen uni boqa olmaysan. Va endi eng qiziq joyiga kelamiz, Lola xonim. Sen uydan hech narsasiz chiqib ketasan. Bitta igna ham ololmaysan. Nima jinnilik qilyapsan? Qonun bor, sud bor. Mol-mulkning yarmi menga tegishli. Bu uyni birga qurganmiz, biznesni birga ochganmiz. Men qonunlarga ishonib, haqli ravishda qarshilik ko'rsatishga urindim. Biroq Jahongirning ko'zlaridagi ayyorona uchqun uning bu ishlarini anchadan beri va juda ustalik bilan rejalashtirganini ko'rsatib turardi. Qonun. Jahongir stol ustidagi hujjatlarni barmoqlari bilan chertdi. O'qib ko'r. Bu uy allaqachon onamning nomida. Firma onamning va yaqin do'stimning nomiga o'tkazilgan. Mashinalar offshor kompaniyalarga tegishli. Sening nomingda hech vaqo yo'q. Bundan tashqari, men senga sovg'a sifatida bir nechta hujjatlarga imzo chektirgan edim. Esingdami? Firma uchun kerak deb aytganimda ko'r-ko'rona qo'l qo'yib berganding. Ular aslida mening senga nisbatan yirik miqdordagi qarzim haqidagi shartnomalar edi. Ya'ni, sen menga qarsan, men senga emas. Ko'zlarim tinib ketdi. Jahongir chindan ham bir necha oy oldin qandaydir tushunarsiz qog'ozlarni olib kelib, shoshilinch ravishda imzo chektirib olgan edi. Men erimga to'la ishonganim uchun biror marta ham o'qib ko'rmagan ekanman. Sen inson emassan. Iblissan. Nega bunday qilyapsan? Ajrashsang ajrashaver. Lekin nima uchun meni ko'chaga uloqtiryapsan? Hech bo'lmasa malohatning haqqi bor-ku. Men yig'lab yubordim va tiz cho'kib qoldim. Jahongir mening oldimga keldi va tepadan pastga qarab turib sovuqqonlik bilan shivirladi. Chunki men qasos olmoqchiman. Sen doim o'zingni mendan aqlli, mendan qurbonlik qiluvchi farishtadek tutarding. Men sening shu mag'rurligingni sindirmoqchiman. Seni ko'chada, hech kimga keraksiz holda, gadoy bo'lib yurganingni ko'rmasam, ko'nglim joyiga tushmaydi. Senga 3 kun muhlat. Narsalaringni yig'ishtir va uydan yo'qol. Qizimni esa o'zimning yangi xotinim bilan o'stiraman. Sudga bersang ham yutqazasan. Menda eng kuchli advokatlar bor. Senda esa hatto avtobusga chiqishga ham pul yo'q. Shu payt Zinapoya tomondan nimadir tars etib tushib ketgan ovoz eshitildi. Men va Jahongir birdek o'sha tomonga qaradik. Zinaning qorong'i burchagida jajjigina malohat qaltirab turardi. Uning qo'lidan plansheti tushib ketgan edi. Qizaloq barchasini eshitgan. Otasining onasiga qilayotgan shafqatsizligini ko'rgan edi. Malohatning ko'zlaridan tirqirab yosh oqardi. Lekin u yig'i ovozini chiqarmaslik uchun kichkina qo'llari bilan og'zini yopib olgandi. Jahongir asabiylashib so'kindi va tepaga ko'tarilib o'z xonasiga kirib ketdi.
Men esa zinada yig'lab faryod qilayotgan qizimni bag'rimga bosdim. O'sha tunda 7 yoshli Malohat bolalik bilan butunlay xayrlashdi. Uning miyasida faqat bitta narsa: onasini bu zolim odamdan himoya qilish hissi tug'ilgan edi. Tushib ketgan planshet ekrani esa hamon yoniq. Undagi yozib olish tugmasi qip-qizil bo'lib miltillab turardi. Ertasi tong men uchun xuddi qorong'u va tubsiz jarlikning boshlanishidek o'tdi. Odatda nonushta hidi va qizalog'imning kulgusi bilan boshlanadigan tong endi qabrdek sovuq jimjitlikka burkangan edi. Jahongir saharda uydan chiqib ketgan. Hatto Malohat bilan xayrlashishni ham o'ziga ep ko'rmagandi. Men ko'zguga qaradim. 8 yil davomida oilasi, eri va farzandi uchun tinim bilmay mehnat qilgan ayolning ko'z ostlari shishib, yuzlari g'amgin tortib qolgandi. Kechagi voqealar tush emas, shafqatsiz haqiqat edi. Men ketishim kerak. Lekin qayerga? Ota-onam uzoq viloyatda yashashardi. Ularning ahvoli ham og'ir, ukalari bilan bitta hovlida siqilishib kun kechirishardi. Jahongir meni nafaqat mol-mulkdan, balki qadr-qimmatdan ham mahrum qilishni rejalashtirgan edi. Eng dahshatlisi, Malohatni olib qolish tahdidi edi. Jahongir yirik advokatlar yollab, meni ishsiz, turar joyi yo'q, ruhiy holati beqaror qilib ko'rsatib, bolani sud orqali tortib olishga to'la qodir edi. Jahongirga bola kerak bo'lgani uchun emas, shunchaki meni eng nozik nuqtamdan urib, butunlay yakson qilish uchun shunday yo'l tutayotgani aniq edi. Oyi, yig'lamang. Malohatning mayin ovozi meni xayoldan qaytardi. Qizaloq orqamda, kichkina qo'llarida mening ro'molchamni ushlab turardi. Men yig'lamayapman, qizim. Ko'zimga chang kirdi. Men qizimni qattiq bag'rimga bosdim. Farzandimning oldida kuchli ko'rinishga, uning yosh bolalik psixikasini bu dahshatdan asrashga harakat qilardim. Ammo Malohat hamma narsani tushunardi. Kechasi bilan u mening yig'imni eshitib chiqdi. Kechagi otasining zolimona so'zlari, ko'zlaridagi yovuzlik uning mo'rtak qalbida chuqur va og'riqli iz qoldirgandi. Dadam bizni haydab yuboryaptilarmi, oyi? Ular bizni boshqa yaxshi ko'rmaydilarmi, deb so'radi Malohat yelkamga bosh qo'yib. Men nima deb javob berishni bilmasdim. Qizimni qanday ovutishni, otasi haqidagi haqiqatni unga qanday tushuntirishni bilolmay qiynalardim. Dadang hozir juda charchaganlar, qizim. Biz bir oz vaqt buvingnikiga borib turamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedim yolg'on aralash yig'lab. Tushdan keyin shahardagi tanish advokatlarimdan birining oldiga bordim. Umid bilan qandaydir qonuniy yechim topilishiga, hech bo'lmaganda qizimni yonimda olib qolish va kichikroq uy olish huquqiga ega ekanligimga ishonchim bor edi. Advokat Alisher aka oilaviy huquq bo'yicha tajribali mutaxassis. Men olib kelgan barcha ko'chirmalarni, bank hisoblarini va kelishuv hujjatlarini sinchkovlik bilan o'rganib chiqdi. Har bir varaqni o'qigan sari uning peshonasidagi ajinlar chuqurlashib borardi. Lola, singlim, dedi advokat nihoyat ko'zoynagini yechib. Uning ovozida achinish va ayni paytda ojizlik hissi bor edi. Ahvolingiz juda og'ir. Eringiz buni bir necha kun emas, kamida 1-2 yil davomida rejalashtirgan. U o'zining biznesini va butun mol-mulkini qonuniy ravishda begonalashtirgan. Hozir qog'ozda u sizdan ham kambag'al. Uning rasmiy oylik maoshi minimal darajada ko'rsatilgan. Qanday qilib? Axir biz bu firmani noldan boshlaganmiz. Uy qurilishida mening ota-onamning pullari ham ketgan, dedim titrab. Gap shundaki, advokat asabiylashib stolni chertdi. Siz qonuniy nikohdasiz, bu to'g'ri. Ammo mol-mulkni bo'lish jarayonida siz imzolagan o'sha qarz shartnomalari katta muammo tug'diradi. Siz o'zingiz bilmagan holda eringizning qaysidir shirkatlaridan katta miqdorda qarz olganingizni tasdiqlovchi hujjatlarga imzo chekkansiz. Eringiz sizni hamma narsasiz ko'chaga haydabgina qolmay, yana sizdan millionlab qarz talab qilishi mumkin. Quloqlarimga ishonmadim. Nafas ololmay qoldim. Qizimchi. Malohatni u tortib olmoqchi shivirladim. Alisher aka og'ir xo'rsindi. Agar sud jarayonida sizning doimiy daromadingiz yo'qligi, turar joyingiz yo'qligi va yana katta qarzingiz borligi isbotlansa, vasiylik kengashi bolaning manfaatlarini ko'zlab, uni daromadli va sharoiti bor otaga berishga qaror qilishi ehtimoli juda yuqori.
Men ochiq aytaman, biz sudga berishimiz mumkin, yillab sudlashishimiz mumkin. Ammo hozirgi holatda yutib chiqish imkoniyatingiz 5% ga ham yetmaydi. U sizni devorga taqab bo'lgan. Bu gaplar umidimni butunlay so'ndirdi. Men advokat xonasidan chiqarkanman, butun dunyo atrofimda aylanayotgandek tuyuldi. Men zolim va qudratli erimning oldida oddiy bir hasharotdek ojiz edim. Kechqurun uyga holdan toyib qaytdim. Indamay narsalarimni yig'ishtirishga tushdim. 2 chamadon. 8 yillik hayotimning jami shu 2 chamadonga jo bo'ldi. Kiyimlar, Malohatning maktab formalari va bir nechta o'yinchoqlar. Jahongir sotib olgan hech bir qimmatbaho buyumga yoxud taqinchoqqa qo'limni ham tekkizmadim. Malohat xonasida jimgina o'tirardi. Qizaloq maktabdan qaytganidan beri planshetidan ko'z uzmasdi. Ammo u multfilm ko'rmayotgan edi. U o'sha yomg'irli oqshomda tortib olingan videoni qayta-qayta ko'rardi. Videoda hamma narsa aniq edi. Zinaning burchagidan olingan kadr. Xiraroq, lekin ovozlar yaqqol eshitiladi. Jahongirning stulda yoyilib o'tirishi. Uning kinoyali shafqatsiz yuzi. Men seni ko'chaga uloqtiraman. Firma uy onamning nomida. Qizingni o'zim olib qolaman. Malohatning planshetida otasining sovuq va qahrli "Men qasos olmoqchiman, sen gadoy bo'lasan" degan so'zlari aks etgan edi. Malohat bolalarcha aqli bilan bu video muhimligini his qilgandi. U otasining onasini yig'latganini va bu so'zlar adolatsizlik ekanligini bilardi. Lekin uni qanday ishlatishni bilmasdi. U internetga kirib, kichik barmoqlari bilan "Dadam onamni haydayapti, nima qilish kerak?" deb yozib qidira boshladi. Ekranda turli xil yuridik maslahatlar, sud jarayonlari haqida videolar chiqib keldi. Malohat sud degan so'z nima ekanini tushunib oldi. U yerda amakilar bolalarni va onalarni himoya qilar ekan degan xulosaga keldi. Shu kecha qizaloq o'zining kichik yuragida katta bir sirni saqlab qoldi. U videoni yashirin jildga solib qo'ydi va planshetini sumkasining eng tagiga yashirdi. U onasi kabi ojiz bo'lib yig'lab o'tirishni xohlamadi. Uning tomirlarida otasining qattiq o'jarligi va onasining sabr-toqati aralashgan qon oqardi. 3-kunning tongi. Hovlida yana o'sha sovuq havo. Jahongir ertalab soat 10 da o'zining shaxsiy tansoqchilari va begona bir ayol bilan uyga kirib keldi. Ayol yosh, kiyinishi va o'zini tutishi qandaydir takabburona edi. U Jahongirning yangi hayoti. Uni deb butun oilasini barbod qilgan mashqasi edi. "Nima, hali ham bu yerdamisan?" deb bo'kirdi Jahongir zalga kirib kelib. Vaqt tugadi. Tansoqchilarga qarab buyruq berdi. "Buning narsalarini tashqariga otib tashlanglar." Tansoqchilar mening 2 chamadonimni olib hovliga olib chiqib tashlashdi. Men qizimni mahkam quchoqlab titrab turardim. Hech narsa demadim. Faqat ko'zlarimdagi nafrat aralash alam Jahongirning yuziga qarab shunday faryod qilardiki, bunga chidash qiyin edi. Yangi mashqa esa atrofni ko'zdan kechirib tirnoqlarni tozalab turarkan. "Voy, bu uyni ozgina ta'mirlash kerak ekan", dedi u. "Juda past ekan oldingi xotiningizning", dedi ataylab menga eshitiladigan qilib. "Bola qoladi", dedi Jahongir sovuqqonlik bilan Malohatning qo'lidan tortib. Men dodlab yubordim va qizimning qo'liga yopishdim. "Yo'q. Unga tegma. O'ldirsang ham bolamni senga bermayman." Jahongir meni qattiq itarib yubordi. Men polga yiqilib tushdim. Malohat yig'lab yubordi, lekin otasining qo'lini tishlab oldi. Jahongir og'riqdan qizining qo'lini qo'yib yubordi. "Iflos. Men sizlar bilan ketmayman. Oyi, turing." Malohat meni turg'izishga harakat qildi. Uning kichkina ko'zlarida endi yosh emas, chinakam olov yonardi. U otasiga shunday nafrat bilan qaradiki, Jahongir bir zum qotib qoldi. O'z qonidan bo'lgan, doim erkalaydigan qizalog'ining nigohidagi bu sovuqlik uni esankiratib qo'ygandi. "Bor, ketaver onang bilan. Sud orqali baribir olib qo'yaman. Ko'chada ochdan o'lganlaringda o'zing yalinib kelasan menga. Yo'qolinglar", deb baqirdi Jahongir va uydan haydab chiqardi. Og'ir temir darvoza ona va bolaning ortidan qars etib yopildi. Kuzgi shamol yuzimizga urildi. Men 2 chamadon va yig'layotgan qizimni ko'tarib, qayerga borishni bilmay katta ko'cha bo'ylab tentirab ketdim.
Ortimizda nafaqat uy, balki o'tmish, muhabbat va ishonch abadiy qolgan edi. Biroq Jahongir xursandlikka erta berilgan edi. U qasosning eng kattasi. O'zining 7 yoshli qizidan. Uning planshetidagi bitta kichkina tugma orqali kelishini tasavvur ham qila olmasdi. Kuzning izg'irinli shamoli yuzimni qamchilar, osmon ham qalbimdek qora bulutlarga burkangan edi. Ikkita og'ir chamadonni sudrab, bir qo'limda qizimni yetaklab borayotgan ayolning qadamlari majolsiz. Ko'zlarida esa mutlaq umidsizlik qotib qolgandi. Qayerga borishni bilmasdik. Ota-onam uzoq viloyatda yashardi. Ularning yoniga borish uchun nafaqat pul, balki bu sharmandalik va xiyonatni tushuntirish uchun kuch ham kerak edi. Ota-onam Jahongirni o'z o'g'lidek ko'rib, barcha topgan-tutganlarini uning biznesiga tikishganini men qanday qilib aytaman? Telefonimni oldim-da, qaltiragan qo'llarim bilan eski dugonam Feruzaga qo'ng'iroq qildim. Feruza universitetda birga o'qigan, ammo Jahongir meni kambag'al va oilasiz dugonalaring bilan gaplashmaysan, deb ular o'rtasidagi aloqani uzib yuborgan edi. G'ururimni yengib, qizimning sovuqdan ko'karib ketgan lablariga qarab, unga raqam terdim. Feruza bizni o'zining shahar chetidagi ijaraga olingan zax va kichkina bir xonalik kvartirasiga qabul qildi. U mening ahvolimni ko'rib yig'lab yubordi. Lola, axir u seni hammadan qizg'anardi-ku. Yaxshi ko'raman deb dunyoga jar solardi. Qanday qilib shu ahvolga tushding? Feruza bizga issiq choy va eski ko'rpalarni keltirib berarkan, hayratini yashira olmadi. Pullar uning ko'zini ko'r qildi. Feruza uning qalbini yeb bitirdi, deb pichirladim men. Malohatni mahkam quchoqlab istarkanman. Shu kecha men va Malohat eski qattiq polda bitta ko'rpaga o'ralib uxladik. Kechagina minglab dollarlik mebellar, issiq polli xonalarda yashagan qizaloq bugun zax uyning burchagida titrab yotardi. Ammo Malohat biror marta ham nolimadi. U mening ko'z yoshlarimni ko'rmaslik uchun tezroq ko'zlarini yumib o'zini uxlaganga soldi. Uning yostig'i ostida esa qimmatbaho xazinasi, plansheti yashiringan edi. Oradan bir hafta o'tdi. Yonimdagi ozgina pulim tugadi. Jahongir mening nomimdagi barcha bank kartalarini bloklab qo'ygan, hatto ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimni ham buzib kirib, barcha yozishmalarni o'chirib tashlagan edi. U o'z xotinini butunlay qanotsiz qushga aylantirmoqchi bo'lgandi. Men Feruzaning uyiga ortiqcha yuk bo'lmaslik uchun har kuni ish qidirdim. Ammo diplomim bo'lsa-da, 8 yil davomida faqat uy bekasi bo'lganim, ish tajribam yo'qligi sababli meni yaxshi ishlarga qabul qilishmadi. Jahongirning qo'li uzunligi ham o'zini aytardi. Qaysi yirik korxonaga bormayin, Jahongirning do'stlari yoki tanishlari orqali menga rad javobi berilardi. Jahongir shunday dahshatli o'yin olib borayotgan ediki, men oxiri o'z xohishim bilan qizimni unga olib kelib berishimni, yalinishimni kutardi. Men ilojsizlikdan kichkina bir oshxonaga idish yuvuvchi bo'lib ishga kirdim. Kuni bilan issiq suv, yog'li idishlar va kimyoviy yuvish vositalaridan oppoq nozik qo'llarim yorilib qonab ketardi. Kechalari esa uxlab qolgan qizimning yonida yig'lab, qo'llarimga oddiy o'simlik yog'idan surtib chiqardim. Bir kuni kechqurun ishdan qaytgach, Malohatning isitmasi ko'tarilib yotganini ko'rdim. Zax uy bolaning sog'lig'iga ta'sir qilgan edi. Dori olishga umuman pulim yo'q edi. Men oxirgi chora sifatida yagona qimmatbaho buyumim, telefonimni sotishga majbur bo'ldim. Arzimagan pulga telefonni sotib, qizimga dori-darmon, ozgina meva va issiqroq kiyim olib keldim. Jahongir uchun esa men xuddi yer yutgandek yo'qolib qolgandim. Chunki endi men bilan bog'lanishning ham iloji yo'q edi. Oradan bir oy o'tdi. Men endi telefon o'rniga Feruzaning raqamidan foydalanib yurgandim. Kunlarning birida Feruzaning uyiga pochta orqali rasmiy xat keldi. Bu fuqarolik ishlari bo'yicha suddan chaqiruv qog'ozi edi. Men qaltiragan qo'llarim bilan konvertni ochdim. Da'vogar Jahongir, javobgar Lola. Da'vo arizasining mazmunini o'qib, ko'zlarim kosasidan chiqib keta yozdi. Jahongir nikohni bekor qilishni so'ragan, bu yetmagandek Malohatning yashash joyini ota bilan belgilashni talab qilgan edi. Uning sabablari haqida yozilgan satrlar yuragimga botdi. Javobgar Lola hech qayerda ishlamaydi. Muqim yashash joyiga ega emas. Ruhiy holati beqaror. Farzandini boqish va ta'minlash imkoniyatiga ega emas.
Shuningdek, uning xususiy korxonalar oldida 600 million so'm miqdorida qarzdorligi borligi sababli bola onaning yonida moddiy va ma'naviy zarar ko'rishi mumkin. Iblis, deb pichirladim qog'ozni g'ijimlab. U haqiqatan ham bolamni tortib olmoqchi. O'sha yaramas qarz qog'ozlarini ishga solibdi. Menga shantaj qilyapti. Feruza yig'lab yubordi. Lola, endi nima qilasan? Bu juda katta pul. U seni qamoqqa tiqib Malohatni o'ziga olmoqchi. O'rnimdan sapchib turdim. Ko'zlarimdagi umidsizlik o'rnini endi g'azab va onalik instinkti egallagan edi. Men unga bolamni bermayman. Kerak bo'lsa sud zalida o'zimni yoqib yuboraman. Lekin qizimni o'sha yovuz ayolning qo'liga tutqazib qo'ymayman. Men kurashaman. Ertasi kuni yuridik xizmatlar markaziga bordim. Pullarim juda kam edi, shuning uchun qimmat advokatlarni yollay olmasdim. Markazda o'z xizmatlarini bepul yoki arzon narxda taqdim etuvchi davlat himoyachilari bor edi. U yerda men Nozima ismli yosh, ammo ko'zlarida olov yonib turadigan huquqshunos ayol bilan tanishdim. Nozima ishlarni o'rganib chiqib, boshini chayqadi. Lola opa, ish juda chigal. Eringiz hamma tomonni yopib tashlagan. Mol-mulk masalasida sud u tomonda bo'ladi, chunki rasman uning nomida hech narsa yo'q. Bolani olib qolish masalasi eng asosiysi. Siz idish yuvuvchi bo'lib ishlaysiz, oyligingiz kam. U tomonda esa katta daromad, yangi va sharoitli uy, ota-onasining yordami bor. Qolaversa, u o'sha qarz hujjatlarini pesh qilib sizni javobgarlikka tortish bilan qo'rqityapti. Menga yordam bering, Nozima, yig'lab uning qo'llaridan tutdim. Mayli, menda hech narsa qolmasin. O'sha kiyib yurgan kiyimimdan tortib uylarigacha o'ziga buyursin. Lekin Malohatni menda qoldiring. Ular qizimni yaxshi ko'rishmaydi. U shunchaki meni sindirish uchun, meni o'ldirish uchun bolamdan foydalanyapti. Nozima chuqur xo'rsindi. Ayol kishi sifatida u mening dardimni his qilardi. Adolatsizlikka chiday olmaydigan yosh huquqshunos sifatida esa bu chirkin reja uning g'azabini keltirgandi. Opa, men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Biz sudda uning axloqsizligini, bolani tortib olish orqali sizga qasddan psixologik bosim o'tkazayotganini isbotlashimiz kerak. Bizga dalil kerak. Qandaydir rad etib bo'lmas dalil. Er-xotin suhbatlari, qandaydir yozishmalar yoki audio. U sizni uydan haydayotganida biror narsa demaganmidi? Hech kim eshitmaganmidi? Boshimni chayqadim. U juda ehtiyotkor. Hech qachon birovning oldida yomon gapirmasdi. Meni uydan haydaganda ham uyda ikkimiz edik. Malohatni esa uxlayapti deb o'ylagandik. Bu gapni aytganda xayolimga o'sha mudhish tun keldi. Malohatning zinapoyadan planshetini tushirib yuborgani. Ammo men qizimning planshetida nima bo'lganini, qizaloq nima qilganini xayolimga ham keltirmagandim. Uyda esa Malohat o'zining siri bilan yolg'iz qolgandi. Feruzaning eski kvartirasida wifi yo'q, internet ishlamasdi, lekin Malohatga internet kerak ham emasdi. U har kuni planshetini ehtiyotkorlik bilan quvvatga qo'yar, uning zaryadi tugab qolmasligini qattiq nazorat qilardi. U yashirin jildni ochib, otasining onasiga aytgan so'zlarini qayta-qayta eshitardi. Seni ko'chada gadoy bo'lib yurganingni ko'rmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Qizingni o'zim olib qolaman. Malohat bolaligini yo'qotayotgan bo'lsa-da, onasining yorilib ketgan qo'llarini ko'rganda qalbida otasiga nisbatan tug'ilgan jahl uni ulg'aytirib qo'ygandi. U ertaga sud bo'lishini, onasi kiyimlarini dazmollab tayyorgarlik ko'rayotganidan tushundi. Onasi yig'lab Xudodan madad so'rab pichirlayotganini eshitdi. Malohat planshetini ko'kragiga mahkam bosdi. Men sizni xafa qilishlariga yo'l qo'ymayman, oyi, dedi u ichida, kichkina mushtlarini tugib. Nihoyat sud kuni yetib keldi. Dekabr oyi boshlanib, havo qattiq sovigan edi. Men eskiroq, lekin toza va ozoda kiyingan holda qizimni yetaklab sud binosiga avtobusda yetib keldim. Yonimizda advokat Nozima ham bor edi. Sud binosi hovlisida odam ko'p edi. Oldimizga qora yaltirab turgan qimmatbaho mashina kelib to'xtadi. Undan Jahongir o'ziga juda ishongan holda yuziga kinoyali tabassum yopishtirib tushib keldi. Uning yonida qimmat mo'ynali palto kiygan yangi xotini va kostyum shim kiygan ikkita xususiy advokat bor edi. Jahongir ataylab mening oldimga kelib to'xtadi.
Uning ko'zlari sovuqdan qizargan qo'llarimga va eskira boshlagan poyabzalimga tushdi. Qalay, ko'cha hayoti yoqdimi? Pichirladi u menga qarab zaharli jilmayib. Agar ertagayoq bola mendan ekanligidan voz kechib, vasiylikni menga beradigan qog'ozga imzo cheksang, qarz shartnomalarni yo'q qilaman. Bo'lmasa nafaqat bolangdan ayrilasan, balki 10 yillab qarz to'lab qamoqlarda chirisan. Men uning yuziga tupurib yuborishdan o'zimni zo'rg'a to'xtatdim. Sen hayvonsan, Jahongir. Alloh sening jazongni beradi, dedim tishlarimni g'ijirlatib. Jahongir qahqaha otdi va pastga engashib malohatga qaradi. Qizalog'im, dadajoningni sog'indingmi? Bugun seni katta uyimizga olib ketaman. Qancha xohlasang shuncha shokolad yeymiz. Xo'pmi? Go'yo mehribon ota bo'lib qizimning yuzini silamoqchi bo'ldi. Biroq 7 yoshli Malohat bir qadam orqaga tisarildi va otasining qo'liga shunday nafrat bilan qaradiki, Jahongirning tabassumi muzlab qoldi. Qizaloq bitta so'z aytmadi. Ammo u mening qo'limni qattiqroq siqdi va bo'sh qo'li bilan kichkina ryukzagini mahkam ushlab oldi. Ryukzak ichida qasos quroli, zaryadga to'la planshet yotardi. Sud zali eshiklari ochildi. Hayotimizni o'zgartirib yuboradigan eng katta va hal qiluvchi jang boshlanish arafasida edi. Og'ir va vajohatli eman eshiklar yopilgach, sud zalida qandaydir sovuq va tushkun jimjitlik o'rnatildi. O'rtadagi baland minbarda qattiq qo'l va tajribali ekanligi yuzidan ko'rinib turgan yoshi katta sudya o'tirardi. Zalning o'ng tomonida Jahongir o'zining 2 ta yollanma, qimmatbaho kostyum shim kiygan advokatlari bilan viqor to'kib o'tirar, uning yuzida mutlaq xotirjamlik va g'alaba nashasi balqib turardi. Chaqirilmagan bo'lsa-da, uning yonida yangi mashqasi ham tomoshabin sifatida joy olgandi. Zalning chap tomonida esa men o'zimning davlat himoyachim Nozima bilan boshimni egib o'tirardim. Orqamizdagi o'rindiqda esa bolalar psixologi hamrohligida kichkina Malohat jim qotib turardi. Qizaloq o'zining kichik ryukzagini ko'kragiga mahkam bosib olgan, ko'zlari poldan uzilmasdi. Sudya bolg'achasini urib majlisni ochiq deb e'lon qildi. So'z dastlab da'vogar tomonga, Jahongirning advokatiga berildi. Advokat o'rnidan turib sud lovli hayotiga yaltiroq jilddagi qalin hujjatlarni taqdim qildi. Hurmatli sudya, boshladi advokat o'ta ishonch va pafos bilan. Bugun biz shunchaki nikohni bekor qilish masalasini emas, balki voyaga yetmagan farzandning kelajagini himoya qilish masalasini ko'rib chiqyapmiz. Mening mijozim Jahongir aka jamiyatda o'z o'rniga ega halol tadbirkor va eng asosiysi mehribon ota. Ammo javobgar Lola xonim haqida bunday deya olmaymiz. U hozirda butunlay ishsiz, muqim yashash joyi yo'q. Eng yomoni, uning turli shaxslar va korxonalar oldida 600 million so'mga yaqin qarzdorligi tasdiqlangan. Advokat zalda bir aylanib chiqib ovozini balandlatdi. Tasavvur qiling, hurmatli sudya, agar bola onada qoldirilsa, uning taqdiri nima kechadi? Qarz beruvchilar har kuni eshik qoqib kelganda, bola qanday psixologik travma oladi? Qolaversa, Lola xonim ijarada, antisanitariya holatidagi zax kvartirada yashamoqda. Biz bolaning manfaatlarini ko'zlab, uni daromadli, barcha sharoitlari yaratilgan otasi qaramog'iga berishni va mol-mulk da'volarini rad etishni so'raymiz. Chunki barcha mol-mulk qonuniy ravishda 3-shaxslarga tegishli. Jahongir bu so'zlarni eshitib, miyig'ida jilmayib qo'ydi va menga qarab, "Sen yutqazding" degandek qoshini uchirdi. Mening ichim olov bo'lib yonardi. Bu naqadar adolatsizlik. O'rnimdan sapchib turib ketgim, Jahongirning yuziga qarab bor haqiqatni baqirib aytgim kelardi. Ammo advokatim Nozima qo'limdan sekin bosib, xotirjam bo'lishga chaqirdi va o'zi so'z oldi. Hurmatli sudya, dedi Nozima qat'iyat bilan. Da'vogar tomonning keltirgan dalillari yuzaki va manipulyatsiyadan iborat. Ha, mening mijozim hozir qiyin ahvolda. Lekin bu qiyin ahvolni aynan uning turmush o'rtog'i sun'iy ravishda yaratgan. Jahongir aka barcha biznes va uylarni qasddan onasi va do'stlarining nomiga o'tkazib yuborgan. U xotinini uydan hech narsasiz ko'chaga haydab solgan. Haligi tilga olingan 600 millionlik qarz ham soxta. Bu firibgarlik yo'li bilan ayolining ishonchiga kirib chektirilgan imzolardir. Bu odam bolani yaxshi ko'rgani uchun emas, balki onasidan qasos olish uchun uni tortib olmoqchi. Sudya diqqat bilan eshitib turdi-da, og'ir xo'rsindi va Nozimaga qaradi. Himoyachi, sizning bu aytayotgan gaplaringiz o'ta jiddiy ayblovlar.
Ammo sud faqat emotsiyalarga qarab emas, faktlar va qonunlarga qarab qaror chiqaradi. Sizda qarzning soxtaligini yoki da'vogarning mol-mulkni qasddan yashirganligini yoxud bolaga nisbatan g'arazli maqsadi borligini tasdiqlovchi birorta yozma, audio yoki video dalil bormi? Nozimaning tili aylanmay qoldi. U boshini egdi. Yo'q, hurmatli sudya, bizda dalil yo'q. Faqat xotinning ko'rsatmalari bor. U kishi juda makkorlik bilan ish tutgan. Jahongirning advokati darhol o'rnidan turdi. E'tiroz bildiraman. Himoyachi mening mijozimni dalilsiz haqorat qilyapti va sudni chalg'ityapti. Qog'ozlar va muhrlar barchasi qonuniy. Biz sudyadan hujjatlarga asoslanib qaror chiqarishni so'raymiz. Sudya bosh irg'adi va e'tirozni qabul qildi. Mening yuragim muzlab qoldi. Tamom. Hammasi tugadi. Qonun shu qadar ko'rmi? Shafqatsizlarning qog'ozlarni to'g'rilab qo'ygani uchun ular g'olib bo'ladimi? Aybsiz, sadoqatli ona farzandidan ayriladimi? Men qo'llarim bilan yuzimni to'sib, ovozsiz yig'lay boshladim. Sudya vaziyatni to'la anglagandek bo'ldi va hal qiluvchi qarorga kelishdan oldin protseduraga muvofiq bolaning o'zidan fikr so'rashga qaror qildi. Odatda 7 yoshli bolaning fikri sudda hal qiluvchi bo'lmasa-da, psixolog ishtirokida uning hissiy holatini baholash talab etilardi. Qizim, Malohat, dedi sudya biroz muloyimroq ohangda. Qani, oldimga, minbar ro'parasiga kelchi. Qo'rqma, bu yerda seni hech kim xafa qilmaydi. Malohat psixologning qo'lini qo'yib yubordi-da, kichkina qadamlari bilan zal o'rtasiga chiqdi. Uning egnida men tuni bilan yuvib dazmollagan toza, lekin eski maktab formasi bor edi. Jahongir stulida qaddini rostlab, yuziga eng mehribon va shirin tabassumni yopishtirib oldi. U qizini oldindan o'yinchoqlar va shirinliklar bilan aldab qo'yishga ulgurmaganidan biroz asabiy bo'lsa-da, qizi albatta uni tanlashiga ishonardi. Qizim, senga bitta muhim savol beraman, dedi sudya unga qarab. Sening oying ham, dadang ham seni juda yaxshi ko'radi. Lekin ular endi birga yashay olishmaydi. Sen hozir kim bilan yashashni xohlagan bo'larding? Barcha zal jim bo'lib qoldi. Mening nafasim ichimga tushib ketdi. Jahongir esa qiziga ko'zini qisib qo'ydi. Malohat bir zum jim turdi. Keyin ko'zlarini to'g'ri sudyaga qadadi. Uning bolalarcha jarangdor ovozi sud zalining har bir burchagiga yetib bordi. Mening dadam yolg'onchi. U meni umuman yaxshi ko'rmaydi. Zalda pichir-pichir boshlandi. Jahongirning tabassumi yuzida qotib qoldi. Uning advokatlari bir-biriga qarashdi. E'tiroz bildiraman. Bolani ona tomonidan manipulyatsiya qilishgan va unga shu so'zlarni yodlatishgan, deb baqirdi Jahongirning advokati. Ammo sudya qattiq bolg'acha urib, barchani jim bo'lishga chaqirdi. Bolani gapini bo'lmang. Davom et, qizim. Nega unday deyapsan? Malohat yelkasidagi kichkina ryukzagini oldiga oldi va uning ichidan o'zining ekrani biroz tirnalgan planshetini chiqardi. U planshetini ikki qo'lida ushlab, to'g'ri sudyaning stoli tomonga uzatdi. Sudya amaki, mening oyimning pullari yo'q. Lekin dadam oyimni uydan o'zi haydab yubordi. Dadam bizni ko'chada gadoy bo'lib o'lishimizni xohlaydi. U buni o'zi aytgan. Men hammasini kino qilib olganman. Iltimos, shuni ko'ring. Malohatning ko'zlaridan yosh dumalab tushdi, lekin ovozi qaltiramadi. Jahongir o'tirgan joyidan sapchib turib ketdi. U qanday video haqida gap ketayotganini tushunmas, lekin ichida qandaydir dahshatli xavfni sezgan edi. Bu qandaydir bema'nilik. Bu bola qanaqadir multfilmlarni olib jinnilik qilyapti. Sudya, bu qonunga to'g'ri kelmaydi. Bolaning bolalarcha videosi sudda dalil bo'la olmaydi, deb baqirdi u yuzlari qizarib. O'rningizga o'tiring, Jahongir aka. Aks holda zaldan chiqarib yuboraman, deb oshqirdi sudya. Sudya qiziqish va ajablanish bilan planshetni Malohatning qo'lidan oldi. Men ham o'z o'rnimda qotib qolgandim. Qizim nima haqida gapirayotganini umuman tushunmasdim. Qanday video? Qachon olingan? Nozima darhol o'rnidan turdi. Hurmatli sudya, Oila kodeksiga va jinoyat protsessual normalariga muvofiq, agar raqamli dalillar jinoyat yoki g'arazli niyatni bevosita isbotlasa va u asossiz tahrir qilinmagan bo'lsa, sud uni qabul qilishga haqli.
Iltimos, adolat yuzasidan bu videoni zaldagi katta ekranga ulab eshittirishingizni so'raymiz. Sudya biroz o'ylanib turdi-da, kotibga ishora qildi. Ekranga ulang. Ko'ramiz qizaloq bizga nimani ko'rsatmoqchi. Planshet sim orqali sud zalidagi katta monitorga ulandi. Malohatning kichik barmoqlari bilan saqlab qo'yilgan yashirin jilddagi video ochildi. Zalga qabriston sukunati cho'kdi. Monitor yondi. Kadr xiraroq, tasvir zinapoyaning panjaralari orasidan yashirincha olingan edi. Ammo ovoz va kadr markazidagi shaxslar juda aniq edi. Ekranda Jahongir divanda takabburlik bilan yoyilib o'tirardi. Mening yig'lagan ovozim eshitildi. Barchaning nafaslari ichiga yutildi. Ekrandagi Jahongirning zaharli ovozi butun zal bo'ylab jarangladi. Har bir so'z sud zalining devorlariga urilib, xuddi bomba kabi o'rtanardi. Sening davring tugadi. Qizim men bilan qoladi. Chunki sen uni boqa olmaysan. Sen uydan hech narsasiz chiqib ketasan. Bitta igna ham ololmaysan. Bu uy allaqachon onamning nomida, firma onamning va yaqin do'stimning nomiga o'tkazilgan. Zalda xuddi chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Jahongirning advokatlari ranglari kuv o'chib bir-birlariga qarashdi. Jahongir esa o'tirgan joyida toshday qotib, og'zi ochiq holda ekranga tikilib turardi. Lekin bu hali hammasi emasdi. Video davom etdi. Mening ekrandagi nega bunday qilyapsan degan faryodimga Jahongirning javobi jarangladi. Chunki men qasos olmoqchiman. Seni ko'chada hech kimga keraksiz holda gadoy bo'lib yurganingni ko'rmasam, ko'nglim joyiga tushmaydi. Qizimni esa o'zimning yangi xotinim bilan o'stiraman. O'sha senga chekkizgan qarz hujjatlari bilan seni qamataman. Menda eng kuchli advokatlar bor. Senda esa hatto avtobusga chiqishga ham pul yo'q. Video shu yerda tugadi. Ekran qoraydi. Zaldagi sukunatni faqat mening ho'ng'irlab yig'lagan ovozim buzib turardi. Qizimning qanday qilib bu narsalarning guvohi bo'lganini endi tushundim va farzandimning aql zakovatidan g'ururlanib, uning mo'rtak qalbini yaralagan bu manzaradan ezilib yig'lardim. Sudyaning yuzidagi ifoda butunlay o'zgargan edi. Bir necha daqiqa oldin adolat tarozi pallasida qonuniy faktlar bilan yutib chiqayotgan Jahongir, endi sudyaning ko'z o'ngida shunchaki vijdonsiz firibgar va shafqatsiz yirtqichga aylangan edi. Sudyaning qoshlari chimirilib, ko'zlaridan qahr yog'ilardi. Jahongirning qimmatbaho advokatlari qog'ozlarini titkilab, o'zlarini qayerga qo'yishni bilmay qolishdi. Ular mijozining bu qadar iflos o'yinlar qilganini va buni o'z tili bilan bo'yniga olgan videosi borligini bilishmas edi. Aslida bunday videolardan so'ng hech bir o'zini hurmat qilgan advokat bu ishni davom ettirishni istamasdi. Hurmatli sudya, bu shunchaki jahl ustida aytilgan gaplar. Bu dalil bo'la olmaydi. U qonunga zid ravishda yashirincha yozib olingan, deb duduqlandi Jahongirning advokati. Garchi o'zi ham bunga ishonmayotgan bo'lsa kerak. Sudya bolg'achasini shunday qattiq urdiki, butun zal seskanib ketdi. O'chiring ovozingizni, deb g'azab bilan baqirdi sudya. Yashirincha yozib olingan deysizmi? Bu farzandning o'z uyida, o'z ota-onasining janjali ustidan tushib qolib olgan videosi. Va bu video sizning mijozingizning sudga taqdim etgan barcha qonuniy hujjatlari aslida soxta, firibgarlik yo'li bilan ishlanganini hamda shantaj maqsadida qilinganini 100% tasdiqlab turibdi. Sudya Jahongirga qadab qaradi. Uning barmoqlari Jahongir taqdim etgan soxta qarz hujjatlarini ushlab turardi. Siz, Jahongir, sudni aldashga, adolatni manipulyatsiya qilishga va o'z manfaatlaringiz yo'lida hatto shu mo'rtak farzandingizdan qurol sifatida foydalanishga urindingiz. Siz qonunlarni aylanib o'tishni yaxshi bilarkanman deb o'yladingiz. Ammo 7 yoshli qizingizning butun boshli yovuz imperiyangizni bitta tugma bilan yo'q qildi. Jahongir yuzini qo'llari bilan to'sib, kursiga yiqilgudek bo'lib suyanib qoldi. Uning yangi mashqasi esa sharmandalikdan sumkasini oldida, sekingina zalni orqa eshikdan tark etdi. Uni faqat pul va boylik qiziqtirardi, inqirozga uchragan Jahongir emas. Nozima o'ziga kelib, g'olibona o'rnidan turdi. Hurmatli sudya, ushbu video dalil asosida biz nafaqat bolaning yashash joyini ona bilan belgilashni, balki Jahongirga nisbatan firibgarlik, mol-mulkni yashirish va soxta hujjatlar orqali tovlamachilik qilish moddalari bo'yicha prokuraturaga taqdimnoma kiritishni so'raymiz.
Shuningdek, ajrim tugaguniga qadar uning barcha hisob raqamlari va yaqin qarindoshlari nomiga yaqinda o'tkazilgan mulklarga xatlov qo'yilishini talab qilamiz. Sud zalidagi jarayon butunlay teskarisiga aylanib ketdi. Zaharli tikonlar o'z egasiga qaratilgan edi. Malohat esa yugurib borib, yig'lab o'tirgan mening bo'ynimga osildi. "Oyi, yig'lamang. Biz yutdik. Dadam endi bizga yomonlik qila olmaydilar", dedi qizaloq mening ko'z yoshlarimni artib. Men farzandimni shunday qattiq bag'rimga bosdimki, bu dunyoda malohatdan ko'ra kuchliroq va mehribonroq inson yo'qligini butun vujudim bilan his qildim. 8 yillik azoblarim, xo'rliklarim va ko'chada qolgan tunlarim shu birgina lahza, shu jajji farishtaning mo'jizasi uchun arziydigan holat edi. Katta monitor ekranidagi mudhish video yozuv o'chgach ham, uning ta'siri sud zalida xuddi portlagan bombaning to'lqinidek kezib yurardi. Sudya o'z joyida tik turgan holda chuqur nafas oldi va qalin jildli ish hujjatlarini bir chekkaga surib qo'ydi. Endi unga bu soxta qog'ozlarning keragi yo'q edi. Men 25 yillik sudya sifatidagi faoliyatim davomida ko'plab ajrimlarni, oilaviy nizolarni ko'rganman. Ammo bu qadar tubanlikka, insoniylik qiyofasini yo'qotishga va eng asosiysi, o'z jigarbandini shunchaki xotinni xarob qilish uchun qurol sifatida ishlatishga qilingan bunday urinishni ilk bor ko'rib turibman, dedi sudya qat'iy va sovuq ovoz bilan Jahongirga qarab. Jahongir boshini quyi solgancha peshonasidan sovuq ter oqib o'tirardi. Uning yollagan ikkita qimmatbaho advokati ham o'z obro'larini saqlab qolish uchun jimgina portfellarini yig'ishtira boshlagan edi. Sudya bolg'achasini qo'liga oldi. Sud da'vogar va javobgarning ko'rsatmalarini, advokatlarning vajlarini tinglab hamda voyaga yetmagan bola tomonidan taqdim etilgan, qonuniy kuchga ega deb topilgan elektron raqamli video dalilni o'rganib chiqib, quyidagilarni qaror qiladi. Zalda pasha uchsa eshitilgudek darajada jimjitlik cho'kdi. Men nafas olishni ham unutib, Malohatni mahkam quchoqlagancha sudyaning og'ziga tikildim. Bolaning yashash joyi. Voyaga yetmagan Malohatning yashash joyi qat'iy ravishda onasi Lola bilan belgilansin. Otaning vasiylik haqidagi da'vosi rad etilsin. Aliment va moddiy ta'minot. Da'vogar Jahongir o'zining haqiqiy, yashirin daromadlaridan kelib chiqib, qonunga muvofiq tekshiruvdan so'ng qizining voyaga yetguniga qadar qat'iy belgilangan yuqori miqdorda aliment to'lashi belgilansin. Soxta hujjatlar va mulkni yashirish. Jahongir tomonidan taqdim etilgan 600 million so'mlik qarz shartnomalari firibgarlik yo'li bilan imzolanganligi sababli haqiqiy emas deb topilsin. Mulkni xatlash. Lola xonimning nikoh davomida orttirilgan mulkka bo'lgan huquqlarini tiklash maqsadida so'nggi 1 yil ichida Jahongir tomonidan 3-shaxslarga, onasi va do'stlariga rasmiylashtirilgan barcha turar joy, avtomobil va xususiy firmalarning hisob raqamlariga zudlik bilan xatlov qo'yilsin. Sudya bolg'achasini so'nggi marta urdi. Adolat qaror topdi. Majlis yopiq deb e'lon qilinsin. Zalni gulduros qarsaklar tutdi. Men esa yig'lagancha Malohatni o'pib, bag'rimga bosdim. Kichkina qizaloqning qo'lidagi planshet. Uning yuragidagi jasorat. Nafaqat bizning hayotimizni, balki adolatning o'zini qutqargan edi. O'sha kuni men angladimki, haqiqatni yashirib bo'lmaydi. Agar qalbing pok bo'lsa, Alloh senga hatto 7 yoshli farzandingning qo'li bilan ham najot yo'llab berar ekan. Biz sud zalidan chiqqanimizda tashqarida oppoq qor uchqunlari aylanib yog'ayotgan. Xuddi osmon bizning g'alabamizni nishonlayotgandek edi. Malohat qo'limdan mahkam ushlab menga qarab jilmayardi. Uning ko'zlaridagi o'sha yosh endi quvonch yoshlari edi. "Oyi, endi uyimizga qaytamizmi?" dedi u soddalik bilan. Men unga nima deb javob berishni bilmasdim. Axir bizning uyimiz yo'q edi. Faqatgina ijaradagi bir xonali zax xonadon. Ammo shu payt orqamizdan Nozima yugurib keldi. Uning yuzida g'alaba tabassumi porlab turardi. "Lola opa, kuting. Sizga aytadigan yana bir muhim gapim bor. Sudya qaroriga ko'ra, sizning eski uyingizga, ya'ni Jahongirning onasi nomiga o'tkazilgan uyga ham xatlov qo'yildi. Bu degani, siz u yerga qaytishingiz mumkin. Va yana, sud prokuraturaga taqdimnoma kiritdi. Jahongirga nisbatan jinoiy ish ochiladi." Bu so'zlar miyamda aks sado berdi.
Men uyimizga qaytishim mumkinligini, adolat nafaqat qog'ozda, balki haqiqatda ham qaror topganini eshitib, tizzalarim bo'shashib ketdi. Rahmat. Rahmat sizga Nozima, dedim yig'lab. Siz menga umid berdingiz. Yo'q opa, dedi Nozima boshini chayqab. Umidni sizga men emas, mana bu kichkina farishta berdi. U Malohatga qarab jilmaydi. Uning jasorati bo'lmaganda men hech narsa qila olmasdim. O'sha kuni kechqurun biz Feruzaning uyiga qaytdik. Feruza bizni eshitib quvonchdan yig'lab yubordi. U darhol dasturxon yozib, qo'lidan kelgan eng yaxshi taomlarni tayyorladi. Kechki ovqat paytida Malohat planshetini qo'liga oldi. Ekranda bizning suratlarimiz, uning videolari va o'sha mashhur video yozuv bor edi. Oyi, men bu videoni o'chirmoqchiman, dedi u jiddiy ohangda. Nega, deb so'radim hayron bo'lib. Chunki endi bu kerak emas. Dadam yomonlik qilolmaydi. Biz endi baxtli yashaymiz. Shuning uchun yomon xotiralarni saqlamaymiz. Uning bu so'zlari yuragimni ezib yubordi. 7 yoshli qizaloq o'z otasining xiyonatini boshidan kechirib, hali ham kelajakka umid bilan qarayotgan edi. Xo'p qizim, dedim uning sochlarini silab. O'chir. Lekin bir narsani unutma. O'sha video seni qahramonga aylantirdi. Sen onangni qutqarding. Oradan bir hafta o'tdi. Sud ijrochilari va huquq-tartibot idoralari xodimlari hamrohligida men va Malohat eski uyimizga qaytdik. Hovli darvozasi oldida turganimda yuragim g'alati bir his bilan to'ldi. Bu yerda men 8 yil baxtli oila qurgan, keyin esa xo'rlik va azob chekkan edim. Darvoza ochildi. Hovli ichi o'zgarmagan, lekin qandaydir sovuq va huvillab qolgandek tuyuldi. Ichkariga kirdik. Uy ichidagi mebellar, suratlar, hammasi joyida edi. Faqatgina devordagi bizning oilaviy suratimiz Jahongir tomonidan olib tashlangan edi. Oyi, mana mening xonam. Malohat yugurib borib o'z xonasining eshigini ochdi. Uning xonasi o'zgarmagan. Pushti rangli pardalar, karavot ustidagi o'yinchoq ayiqcha, hammasi uni kutib turgandek edi. Men uning orqasidan borib xonaga kirdim. Ko'zlarim yoshga to'ldi. Shu yerda, shu xonada Malohat o'zining kichik planshetida bizning hayotimizni o'zgartirgan videoni yozib olgan edi. Shu payt eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Men pastga tushdim. Eshik oldida Jahongirning onasi, qaynonam Zebo xola turardi. Uning yuzi oqargan, ko'zlarida alam va pushaymonlik aralash bir ifoda bor edi. Lola, qizim, dedi u titroq ovozda. Men sizdan kechirim so'rash uchun keldim. O'g'limning qilgan ishlarini bilganimda kech bo'ldi. Men uni to'xtatishga harakat qildim, lekin u menga quloq solmadi. Men unga qarab turdim. Ichimda g'azab ham, achinish ham bor edi. Bu ayolning o'g'li mening hayotimni vayron qildi. Lekin u ham ona, xuddi men kabi. Zebo xola, dedim sekin. Sizning aybingiz yo'q. Farzand har doim ham ota-onasining gapiga kirmaydi. Men sizni kechiraman, lekin Jahongirni kechirishim qiyin. Zebo xola boshini egdi. Ko'zlaridan yosh oqdi. Xuddi shu. Meni kechirganingiz uchun rahmat. Endi men ketishim kerak. U sekin o'girilib hovlidan chiqib ketdi. Men uning ortidan qaradim. Bu ayol ham o'z o'g'lining qilmishlari tufayli azob chekardi. Oradan bir oy o'tdi. Jahongirga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish sudga yetib bordi. Bu safar u sud zalida da'vogar emas, balki sudlanuvchi sifatida o'tirardi. Uning yuzidagi mag'rurlik yo'qolgan, o'rnini cho'kkan va charchagan ifoda egallagan edi. Sud jarayonida uning barcha qilmishlari, firibgarlik, hujjatlarni qalbakilashtirish, xotinini va bolasini uydan haydash, barchasi isbotlandi. Sud hukmi bilan u 5 yil ozodlikdan mahrum qilindi.
Sud zalidan chiqib ketayotganida u bir lahza menga qaradi. Uning ko'zlarida nafrat emas, balki pushaymonlik va uyat bor edi. Men unga qarab, "Malohat sizni kechiradi. Vaqt o'tib, lekin men sizni hech qachon kechirmayman", dedim ichimda. Malohat esa bu safar sud zalida emasdi. Men uni bundan keyingi sud jarayonlaridan himoya qilishga qaror qildim. Uning bolaligi yetarlicha og'ir sinovlardan o'tgan edi. Endi hayotimiz yangi yo'nalishda ketyapti. Men o'z biznesimni yo'lga qo'yishga harakat qilyapman. Jahongirning soxta qarzlaridan tozalandim. Uyim esa yana o'z nomimga qaytarildi. Lekin eng muhimi, Malohat yana kulib o'ynab yuribdi. U maktabda a'lo baholarga o'qiydi. Rasm chizishga juda qiziqadi. Uning eng so'nggi rasmi ikkimizning qo'l ushlashib turgan suratimiz edi. Rasmning tagida katta harflar bilan baxt deb yozilgan. Men har kuni ertalab uyg'onganimda shukronalik bilan nafas olaman. Chunki men nafaqat o'z hayotimni, balki qizimning kelajagini ham saqlab qoldim. Bularning barchasi bir burda nonning qadrini bilgan bir kampirning omonati, 7 yoshli qizaloqning jasorati va adolatning o'z kuchini ko'rsatgan kunlar haqidagi hikoyadir. Va men bilaman, hayotda eng katta kuch bu haqiqat va mehrdir. Xiyonat qanchalik og'riqli bo'lmasin, adolat baribir kech bo'lsa-da albatta qaror topadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Tutash taqdirlar kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.